Uyda atigi bir bo'lakkina go'sht qo'ygan bo'lsa ham, butun oila to'yadigan mana shunaqa barakali taom tayyorlash mumkin. Buning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Bismillah deb chopperga kartoshka, piyoz, qaynatilgan qizil loviya, chesnok, tuz va ziravorlar, bitta tuxum solib, bitta massa holatga kelguncha aylantirib olamiz. Shunaqa yumshoq, yopishqoq massa hosil bo'ladi. Qo'limizda yapaloq kotletchalar tayyorlab olamiz. Va listga terib, qizib turgan gaz pechga 20-25 daqiqaga jo'natamiz. Ungacha kartoshkamizni parrak shaklida to'g'rab olamiz. Idishga suv, 3 qoshiq tomat, tuz va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib, suvli sous tayyorlab olamiz. Kotletchalarimiz mazali bo'lib pishib chiqdi. Endi ularni kartoshka bilan birin-ketin idishga terib chiqamiz. Ustidan tayyorlab olgan suvli sousimizni quyamiz. Namlangan pergament qog'oz bilan idish ustini yopamiz va gaz pechiga jo'natamiz. 35-40 daqiqada mazali, barakali taomimiz pishib chiqadi. Bunaqa kamxarj va mazali retseptni har doim ham topa olmaysiz. Saqlanib qo'yib, yaqinlaringizga albatta jo'natib qo'ying. Universal videolar uchun meni universal blogimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.